Shiddatli jang boshlandi. Jangning avvalidayoq Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu shahid bo'ldi. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh. Bayroqni Ja'far ibn Abi Talib oldi. Qo'liga oldi, otidan tushdi, oldiga qarab yurdi. Ja'far ibn Abi Talib payg'ambarimiz bergan bayroqni baland ko'tardi, jangga kirishdi. Jang shiddatli bo'ldi. Mushuklardan bittasi kelib qo'liga qilich urdi, qo'lini uzib tashladi. Ikkinchi qo'liga oldi bayroqni. Ikkinchi qo'liga urdi, ikkinchi qo'lidan uni uzib tashladi. Bayroqni shu ikkala qo'lidan qolgan narsa bilan shunday quchoqlab oldi. Uchinchi zarba Ja'far ibn Abi Talibni ikkiga bo'lib tashladi. Shahid bo'lgan holda yiqildi. Keyin bayroqdan Abdulloh ibn Ravoha oldi,